Assalamu alaykum, qanday yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men o'tgan qatim sizlarga hamsi biliqi, yana minglar bilasizlar, bek foydali. Mushu biliqni adolashni ko'rsatgan. Mana bu shaklda. Ichida hech qanday qildirib qo'yadigan narsa yo'q. Bu aqbali yesimi, xotirjam yeb ketalaydi. Tishi babalar qanday geliga turib qolmaydi. Buni eng oddiy, eng yeyishlik, eng churuk holatda pishirishni deb demoqchi oldi bilan buni men yuvib adolab qilib bo'ldim. Mana bir qachamning ichiga to'kdim. Bununla mana bir tatlı qo'shib atrofida tuz qo'ydim. Buni bir aralashtirib etdim mana. Ko'rdinglar? Shunday olam. Tuzni ta'mini tanishtirsak bo'ldi. Endi bununla misir uni, ya'ni qunoq uni, ko'rdinglar? Qunoq uni solamiz. Muvofiq miqdorda qo'sh asl bir choy istakan atrofida ishlatsanlar bo'ladi. Bir qo'shiq, tomoq qo'shib men mo'ljalab berdim sizlarga hozir. 2 qo'shiq. 3 qo'shiq atrofida ishlatdim men. 1 kilo 3 qo'shiq. 1 kiloni pishiraman deb. Buni ravus turda mana shunday qilib oldik. Hammani yegizimiz biliqqa. Musholatda. Hammani yegizib oldik. Yegizib bo'lgandan keyin qozonimizga mayilib pishiramiz. Mana bu chiqyotadi. Mana ko'rdinglar musholatda bu hammani yeb bo'ldi ko'rdinglar-ku. Endi buni men chuchigan yig'imga tashlab pishiraman. Yig'im biroz chuchib olsin, qizib olsin ya'ni. Endi buni qozonimga shunday tashlab cho'ki bilan mana cho'ki bilan taqilib etib sag'arsanlar bo'ladi. Uzoqroq tursin, chunki ravus churuk holatga pishish uchun. Men buni ichkiga bilab solaman. Aşılarının çürük mogodaklan buludu. Yani qağını pişqa vaqti sizlarga ko'rsatdim. Bu holatda pishidi. O chiqam yasal meynat. To'g'ri narsalar. Aslında dazı bo'lib qoladi. Mana ko'rdinglar. Bu bo'ldi ko'rdinglar. Mana shunchalik chürük bo'ldi. Süzmem de bunu men mogo yegan deklam yeysizlar. Mana. Men bu taqsirning ustiga yaxshi bir qog'oz qilib oldim. Yağları biraz muşunun sağsında nasıl süzülsün kısımda tassın da. Gördüğünüz gibi rengi muşunçilik çıraylık çıktı. Hemen muşunun süzü olayım. Gördüğünüz gibi. Mani gördüğünüz gibi bu şaletten mogo reklam çıktı. Mani yakından bir kökstay. Hem de kalgan kısmını silip ettim hazır. Yakından. Bu ne ma çoku bilen şuna kılıyordunlar. Birisi gibi çaplaşıp ketmesin. Çoku bilen şuna kılıyordunlar. Mana bunun çürüklükünü gördüğünler. Şunçülük çürük aleti çıktı. Mana. Mesela hazır. Bu şununkini mana. Şunçülük çürük bek yiyişlik çıktı. Bu koygen deklam yeysem. Şimdi sağartınlar. Bek çıraylık çıktı inşallah. Baldırınlar mı? Mihmanlar kızanlar mı? İçeriye çıkanlar bir kıldırık bir narsa yok halatda. Pek çıraylık çıktı. Mana bu halatda şunçilik çürük pek yaxşı çıktı. Çokum sinap bakınlar inşallah.